Kechgacha 2-may kuni maktabimizda ochiq eshiklar kuni tashkil etildi va shu munosabat bilan umumta'lim maktablarining 4-sinf o'quvchilari tashrif buyurdi. Ular bizning maktabimizdagi shart-sharoitlar va o'quv jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Men Metagov Jalolbek Allayrovich Xiva shahar 2-sinf ixtisoslashtirilgan maktabning kimyo fani o'qituvchisi bo'laman. Maktabimizda ochiq eshiklar kuni munosabati bilan shu maktabimizda o'qish qiziqishini bildirgan o'quvchilar ekskursiyaga keldilar va ekskursiya davomida bizlar darsimizda o'quvchilar bilan olma tarkibini aniqlash hamda kraxmalni yodga ta'siri mavzularini o'rganib turdik, amaliy ishni bajarib turdik. Shu vaqtda o'zlari ham kirib, o'quvchilarimiz ko'rib, ayrim o'quvchilarimiz olma tarkibidagi uglevodlarni aniqlashni bajarib ham ko'rishdi va bunga qiziqishlari ortdi. Bu maktabimizda o'quvchilar kelib o'qib o'rganaman desa, barcha sharoitlar yetarli. Ben ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligiga qarashli Xiva shahar 2-son maktabining biologiya fan o'qituvchisiman. 4-sinf bitiruvchi o'quvchilarimiz kelib, dars jarayonlari bilan tanishdi. Bunda bizlarni maktabimizda biologiya uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rib, undagi laboratoriya jihozlarini, anjomlarini, laboratoriya o'tirish amaliyotlarimizni ko'rib, katta qiziqishlar bilan ketishdi.